Toshkent tuman axborot kutubxona markazi bilan yana bir bor tanishtirib o'taman. Bizning kutubxonamiz Toshkent tumanining Madaniyat saroyida 1 va 2 qavatlarda joylashgan. Tumanimiz aholisi uchun abonement va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi xizmat ko'rsatadi. Ushbu xona axborot kutubxona markazining o'quv zali hisoblanadi. Bu bizning o'quv zalimiz. O'quv zalimizda 36 mingdan ortiq kitoblar mavjud. Bulardan bolalar adabiyoti, rus adabiyoti, siyosiy adabiyotlar, psixologik adabiyotlar va turli xildagi kitoblar mavjud. Bizning kutubxonamizda hattoki ko'zi ojiz kitobxonlarimiz uchun braille alifbosidagi kitoblarimiz ham mavjud. Bizning kutubxonamizda kitobxonlarimiz uchun gazeta va jurnallar ham kutubxonamizdan joy olgan. Kutubxonamizda kichik kompyuter zali tashkil etilgan bo'lib, kompyuterlarda elektron kitoblar bazasi yaratilgan. Barcha kompyuterlar internet tarmog'iga ulangan. Har yili kutubxonamiz fondi turli xildagi badiiy adabiyotlar bilan boyitiladi. Bu yilning o'zida 281 nomdagi 826 nusxada yangi adabiyotlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar uchun 1000 kitob loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida tuman yoshlar ishlari agentligi tomonidan 27 nomdagi 237 nusxadagi kitoblar taqdim etildi. Axborot kutubxona markaziga kitobxonlarni jalb qilish maqsadida aholi o'rtasida targ'ibot tadbirlarini tashkil etib, o'quvchilarni kitobxonlikka jalb qilish ishlari olib boriladi. Shu jumladan markazimiz xodimlari yo'l-yo'lakay joylarda va tashkilotlarda kutubxonamiz bilan tanishtirib, kutubxonamiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib boriladi. Yozuvchi va shoirlarning tavallud ayyomlariga bag'ishlangan tadbirlar, intellektual musobaqalar muntazam o'tkazib, markazimizning maxsus ijtimoiy tarmoqlarida yoritib boriladi. Tumanimiz aholisini axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, axborot kutubxona markazidan samarali foydalanishlarini va video ostidagi havolalar orqali bizni kuzatib borishingizni tavsiya qilamiz.